Bismillahirrohmanirrohim. 13-qoida. G'oyrimunsarifni she'riy zarurat yoki nasrda ichki mutanosiblik saja talabiga ko'ra munsarif kabi tanvinli va kasrali o'qish mumkin. Ya'ni aytmoqchilarki, zarurat o'rinda she'rlarda g'oyrimunsarif qoidasi ishlamaydi demoqchilar. Masalan, ushbu baytlardagi kabi: Salamun ala khayril anami va sayyidi habibi ilahil alamin Muhammadi bashirin nazirin hashimiyin mukarrami atufin raufin man yusamma bi Ahmadi. Insonlarning eng yaxshisi sayyidi bo'lgan zotga va olamlarning ilohi bo'lgan zotning habibi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom bo'lsin. Bashirin, jannatdan bashorat berguvchi, nazirin, dozoqdan ogohlantirguvchi, hashimiy, hoshimiylik, ulug' zotga salom bo'lsin. Muloyim, mehribon zotga, Ahmad deb nomlangan zotga salom bo'lsin. Mana bu yerda bi Ahmada bo'lish kerak edi. Lekin mana bu Muhammadi sallallohu alayhi vasallamga munosib bo'lishi uchun g'oyri munsarif ishga kirmadi. Bo'ysunmadik. Bi Ahmadi deb o'qisak bo'lar ekan. Yana subbat alayya masoibu. Bu yerda masoibun, law annaha subbat ala al-ayyam sirna layaliya. Menga musibatlar yog'ildi, to'kildi. Agar bu annaha musibatlar kunlarga yog'ilganda kechalarga aylanib ketar edi. Mana masoibun bo'ldi. O'zi masoibu bo'lish kerak edi. Bayt أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. aytilyaptiki, Nu'man, ya'ni Abu Hanifa rahmatulloh alayhining zikrini qaytar. Bizga qaytar, biz uchun. Albatta uni eslashlik u misk, xush ambardir, ya'ni mushk ambardir. Qancha takrorlasang shuncha taralib boradi. Mana bu yerda zikra nu'mana bo'lish kerak edi. Alif nun va alam. Bu yerda nima bo'ldi? Nu'manin bo'ldi. G'oyri munsarifning nasrda ichki mutanosiblik saja talabiga ko'ra munsarif bo'lib kelishiga misol. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Va aghlalan va sa'ira. Albatta biz kofirlar uchun zanjir va kishanlarni va do'zax alangasini tayyorlab qo'ygandirmiz. Inson surasi 4-oyat. Bu yerda imomi Hafsna imom Osimdan qilgan rivoyatlarda xuddi shunday salasila. Lekin o'zi Varsh qiroatida salasilan bo'lib keladi. Muallif shuni nazarda tutyaptilar. Bu yerda endi bizni yurtda imom Hafs imom Osimdan qilgan qiroati o'qiladi. Shuning uchun shuni berib qo'ydilar. O'zi qoidaga muvofiq salasilan bo'lib imom Varsh qiroatlari keltirilar edi. Shuning uchun imom Varsh qiroatida salasilan tanvin bilan o'qiladi. Xo'p, 14-qoida. Bir illat bilan g'oyri munsarif bo'ladigan ismlar 3 xil. Bir illat bilan g'oyri munsarif bo'ladigan ismlar 3 xil. Maqsura alif tanisli qisqa alifli muannas ismlar. Mana Salma muannas ism. Layla muannas ism. Hubla homilador. Maqsura alif tanisli qisqa alifli muannas ismlar eslab qolamiz. Sakra mast ayol. Zikra xotira muannas sig'a. Qatla qurbonlar. Ikkinchisi, ya'ni bu bir illat bilan g'oyri munsarif bo'ladigan ismlar. Bir illat bilan. Yuqorida aytildi, yodimdan chiqmasa, ikkita illat bo'lish kerak yoki ikkita illatni o'rnini bosuvchi bir illat bo'lish kerak. Bu yerda bir illat. Ikkita illatni o'rnini bosadi bu. Ikkinchisi mamduda alif, tanisli cho'ziq alif muannas ismlar. Sahra'u, hamra'u, mana sahra'u sahro, hamra'u qip-qizil, jam'a'u hammasi barchasi, ulama'u olimlar, avliya'u valilar, Allohning do'stlari. Uchinchisi jamlar jami, ya'ni jamu muntahal jumu'a deyiladi, oxirgi jam. Janoh Tolib o'qigan bo'lsak, jami bir qancha turlarni berganlar. Janoh Tolib o'qiganlar bo'lsa yaxshi tushunishadi. Xo'p, masajidu mana masjidlar, masobihu chiroqlar, awailu avval so'zining ko'pligi, aqawilu so'zlar, turli qarashlar. Jamoa muntahal jumu'ni
o'zini qoidasi bor o'zi aslida. Shu jamoa muntahal jum', ya'ni mana shu jamni asosiy belgilari bor. Bu Janoh Tolibdan ma'lum. Birinchi harf fathali bo'ladi. Asosiy holatda mana. Birinchi harf fathali bo'ladi mana. Keyingisi 3-harf alif bo'lish kerak mana. 1 2 3-harf alif bo'ladi. Mana 3-harf alif bo'ladi. Keyingisi alifdan keyin 2 harf yoki o'rtada sokin mana. Alifdan keyin 2 ta harf bo'lish kerak yoki o'rtada sokin bo'lish kerak mana. Tushunali? Demak 3 ta belgisi bor ekan. Birinchi harf fathali bo'ladi. Keyin 3-harf alif bo'ladi. 3-harf alif bo'ladi. Keyin alifdan keyin 2 ta harf bo'ladi yoki 2 ta harfi o'rtasidagi ye bilan 3 ta bo'lib keladi. Tushunali? Shu. Bu jamni belgilari shu. Belgilari shu bo'ladi. Demak, bu jamni bila oladigan asosiy belgisi nima bo'ldi? Birinchi harfi fathali bo'ladi. Keyin 3-harfi alif bo'ladi. Keyin alifdan keyin 2 ta harf bo'ladi yoki o'rtasi yeli bo'ladi. 3 ta harf bo'ladi. Xo'p. Izoh talamizatun, farozinatun kabi toy tanisli jamlar munsarif bo'ladi. Aldanib qolmaymiz. Toy tanis kelsa munsarif bo'ladi. Ya'ni tanvin oladi. Va nima kasra oladi. Chunki ismga xos bo'lgan toy tanis, mana bu ismga xos, to'g'rimi? Toy tanis. So'zning ismlik xususiyatini kuchaytirib tashlaydi. Uni g'oyir munsarif qilishga yo'l qo'ymaydi. Tushunali? Ya'ni g'oyir munsarif bilan kurashadi, natijada g'oyir munsarif yutqizadi. Nega? Chunki toy tanisni ismlik xususiyati kuchayib ketadi. Esda qolsin. Izoh oxiri illat harfli manqus jamlar raf va jar holatida munsarif. Eslab qolamiz. Raf va jar holatida munsarif bo'ladi. Tuslanadi. Ya'ni bu ham hozir o'tamiz, taqdiriy bo'ladi. Nasb, ya'ni tanvin oladi demoqchilar. Nasb holati esa g'oyir munsarif bo'ladi. Nasb holati g'oyir munsarif bo'ladi. Bu o'sha sarf fanida o'rganganmiz noqs. Masalan, qodiyun bo'lgan, romiyun bo'lgan. Shuni nazarda tutyaptilar. Shular raf jar holatda munsarif bo'ladi, lekin nima bo'ladi? Ko'pligi endi. Ko'pligi nasb holatda turadi. Xo'p, masalan, innamad dunya hibatun va awarin mustaradda. Kam qadoytum min layalin bin nawmi wal ghafalati. Albatta dunyo bir sovg'alardir va qaytarib olinadigan bir qarzlardir. Ya'ni berib turiladigan qarzlardir. Qancha kechalarni uxlashlik bilan, g'aflat bilan o'tkazib yubording. Mana avariyun bo'lgan o'zi. Yoga zammog'i tushib ketadi. Ikkita tanvin bilan yon orasida ijtimoiy sokinayn, yon olib tashlaymiz, avarin bo'ladi. Avvalgi baytda avarin ariyatunning jami. Va layalin laylunning jami. Jar holatida kelgan. Tanvin oladi. Chunki sarf fani nahvdan oldin o'rganilishi zarur bo'lgani kabi kalimaning qurilishi va e'loli o'zgarish sabablari uning keyinchalik gap tarkibida kasb etadigan e'robi o'zgarishdan oldin tekshiriladi. Tushunali? Demak, bu yerda xulosa sarf fanini o'rganish kerak yaxshilab, keyin nahv faniga kirsak, shunda mana bu gaplarim tushunarli bo'ladi demoqchilar. Xo'p. Yana bir bor o'qiyman. Chunki sarf fani nahvdan oldin o'rganilishi zarur bo'lgani kabi kalimaning qurilishi va e'loli o'zgarish sabablari uning keyinchalik gap tarkibida kasb etadigan e'robi o'zgarishdan oldin tekshiriladi. Bu ismlar ham e'lol qonuni bo'yicha oxirgi harf hazf bo'lgach, oxirgi harf hazf bo'ladi, oxirgi harf. Muntahal jumu'u siyg'asiga o'xshamay qoladi. Olib tashlaganimizdan keyin yeni muntahal jumu'dan chiqib ketadi, to'g'rimi? Chunki muntahal jumu'da zoida alifdan keyin 2, yoki 3 harf bo'lish shart. Yuqorida aytdim. To'g'rimi? Masajiduda mana masabihuda mana 2 ta yoki 3 ta harf bo'ldi. Bu yerda yo'q. Zohiran muntahal jumu'ga o'xshamagani uchun javarin va qawadin kabi kalimalar raf va jar holatida qodin kabi taqdiriy yashirin i'rob bilan munsarif o'qiladi. Tushunarli? Lekin nasb holatida oxirgi harfi hazf bo'lmagani uchun, nasb holatda oxirgi harfi qaytib keladi, yelari. Ye bo'lsa ye, v bo'lsa vav. Va muntahal jumu'a ko'rinishini yo'qotmagani uchun
g'oyri munsarif bo'ladi. Masalan, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallama yata'abbadu layali zawatin adadin fi g'ori Hira'a qubayl al-bi'sati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib yuborishlaridan ilgari oldin Hiro g'orida bir qancha kecha ibodat qilar edilar. Mana layalin lekin nasb holatda layaliya bo'ldi. Tushunarli? Layaliya bo'ldi. Nasb holatda g'oyri munsarif bo'ladi, raf bilan jar holatda munsarif bo'ladi. Bu o'sha tarkib qoidalarini o'qigan bo'lsak, jaa qodin kelgan. Marortu bi qodin, ra'aytu qodiyan bo'ladi. Ya'ni nasb holatda qaytib keladi. Endi bu birligini aytdim. Ko'plikda tanvin yo'q bo'ladi, g'oyri munsarif bo'ladi. Bungi darsim shundan iborat ekan. Demak, keyingi dars 15-qoidani o'tamiz. Shuni yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.